Ayol. Bu hayot atalmish buyuk kitobning eng go'zal va teran sahifasidir. Agar bu nafosat sohibasi ijod ahlidan bo'lsa, uning qalbi bamisoli tog'lardan shiddat bilan otilib chiqqan, ammo vodiylarga kelganda vazmin va musaffo oqadigan daryoga o'xshaydi. Ular qirg'oqlarini gulga burkab, tashna dillarga huzur bag'ishlaydi. Bizning bugungi qahramonimiz ham ana shunday ma'naviyat ummonidan suv ichgan, so'zi bilan elning ko'ngliga yo'l topgan, fikri bilan zamonning nafasini ifoda etgan insondir. Bugun el suv ichgan daryolar ko'rsatuvida ana shunday ma'naviy teranlik, ijodiy jasorat va ayollik latofati sohibasi Munavvara Usmonova haqida so'z boradi. Kimdir mendan xafa, kimdir umidvor, kimdir mushtoq menga, kimlardir bezor, gohi poyda xorman, goho mukarram, ming shukr yer bosib yurganlarimga. Tunimni tonglarga uqalab sochdim, yurakni orqalab o'zimdan qochdim. Bu bir kam dunyoda yaraldim bir kam, ming shukr gohida to'lganlarimga. Dilin anglolmasam, do'stmi, ag'yormi, haqni anglatguvchi tarozi bormi? Tarki umidimga aylasin karam, ming shukr to'kilmay turganlarimga. Bahorim boshidan sochilmas xazon, ishqimni kuzakka aylamam ehson, ko'ksim mehrobida yonib tursa sham, ming shukr munavvar bo'lganlarimga. Ming shukr munavvar bo'lganlarimga. Ismda ham xosiyat bor ekanda. Onalarimiz, buvilarimiz, bobolarimiz bejiz ism tanlashmas ekan. Munavvarani o'sha ismiga mos qalbida bir yog'dulari bor-da. Qalbida nurlari bor. Qalbida oftoblari bor. So'zini tafti bor. Vaqtki kelsa u taft yuragingizga tekkanda siz uni ilig'ini his qilasiz. Munavvara Usmonova deganda bizning ko'z oldimizga dastavval satrlaridan, she'rlaridan mehr, muhabbat, ibo, hayo, latofat, shu bilan birgalikda bir o'ktamlik, jasurlik, bir taralib turadigan bir ajoyib shoira ko'z oldimizga keladi. Jamiyatdagi bir faol o'zbek ayoli, vatan uchun orzumand, vatan uchun qayg'urib yashayotgan, vatanni dastyori bo'lishni o'zi uchun sharaf deb bilgan va o'rni kelganda ulug' ishlarga chog'langan vatanni peshonasiga qalqqan terlarini farzand bo'lib, singil bo'lib bir artishga chog'langan bir munis bir ayol gavdalanadi-da. Aslida buyuk taqdirlar kitobi bolalikning beg'ubor sahifalarida hali siyohi qurimagan musaffo orzular bilan yoziladi. Samoning cheksiz bag'rida miltillagan yulduzlar ba'zan inson taqdiriga yog'du bo'lib tushadi. Bir mitti qizaloqni tasavvur qiling. Uning nigohlarida tongi shabnamning jilvasi, qalbida esa allaqanday sehrli va sirdosh sadolar aks beradi. U shirin uyqu og'ushida o'zini olis va bepayon ufqlardan, ko'zga ko'rinmas to'lqinlar aro taralayotgan haqiqat ovozi sifatida ko'radi. Uning tushlariga qo'lida qalam, tilida elning dardi va dilida hurriyat qo'shig'i bilan chiqqan nurli bir siymo mehmon bo'ladi. O'shanda bu qizaloq hali ham bilmas ediki, tushlaridagi o'sha sehrli ovoz uning kelajakdagi o'zligi, uning muqaddas qismati edi. Andijonning Marhamat tumanida, Marhamat qishlog'ida tavallud topganman. Oilamizda biz 12 ta farzandmiz.
meni 8 ta akam bor. O'zbekistonda mendaqa baxtli singil bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Qishloqni bolalari qanday o'yinqaroq bo'lishini bilasizku. Endi men ming chandon o'yinqaroq bo'lgan bo'lsam kerak. Otam meni shoir bo'lishimni juda xohlaganlar. Juda ham xohlagan. Dadam haydovchi bo'lgan, onam oddiy uy bekasi bo'lganlar. Lekin juda adabiyotga, she'riyatga ko'ngli oshibda insonlar bo'lgan. Otam orzu qilgandek vatanga xizmat qilyapmiz, shukr. Kitob javonimiz bo'lardi, mo'jazgina. Kitob javonimizdagi hamma kitobni o'qib bo'lganimda men atigi 10 yosh edim. Keyin maktab kutubxonasidagi kutubxonachi Fatilaxon aya bilan juda ham qadrdon bo'lib qolganmiz. Maktabga bittagina badiiy adabiyot kirib kelsa, Fatilaxon aya bizni eshigimizni, sinfxonamizni taqillatib, "Munavvarxonni aytib qo'yasizmi?" derdi dars paytida ham. Keyin chiqsam, "Yangi kitob keldi-da, siz o'qib oling, keyin boshqalarga beraman" derdilar. Buyuk hayotning sirli charxpalagida shunday zarrin iplar borki, ular inson taqdirini nafaqat zaminga, balki samoviy olamlarning eng yuksak maqomiga bog'laydi. Bu iplar bir otaning farzandga bo'lgan muhabbati, uning pok niyatlari va eng muhimi, dil tubidan chiqqan duosidir. Zero ota duosi bu tilaklarning osmonga parvozi, qizalog'ining taqdiriga nafaqat baxt, balki so'zning sehrli qudratini in'om etuvchi kuchdir. Otam shoir bo'lasiz qizim derdilar. Bir kuni qo'llariga suv quyib, yelkamda sochiq, qo'limda chilopchin obdasta bilan dadamni qo'liga suv quyib berishni yaxshi ko'rardim. Dadam qibla tarafga qarab, "Meni qo'limga temir berding, qo'llarimga moyli mehnat berding Allohim. Shu bolamni qo'liga qalam ber" deb so'rardilar. Juda ko'p so'rardi. "Dada, qo'limga qalam bersa nima bo'ladi?" deb savol berganman. "Qizim, qo'lingizga qalam bersa Alloh, Uvaysi momomizdagi shoir bo'lasiz" derdilar. "Dada, Uvaysi momodaqa shoir bo'lsam, keyin nima bo'ladi? Uvaysi momoni otasi bilan onasining nomi o'zi bilan tarixga kirgandaqa, Abduhokim degan bir oddiy haydovchi shoir qizining nomi bilan tarixga kiradi" derdilar. "Men sizni tarixingizda bo'laman qizim. Sizni har bitta yozgan satringizda bo'laman" derdilar. Iloji boricha meni ilhomlantirishga harakat qilardi. Hatto yerda o'sayotgan oddiygina gulda olib kelib, "Qizim, gulni chiroyliligini ko'ryapsizmi? Siz bundan ko'ra ko'proq his qilishingiz kerak" derdilar. Ayollar jamiyatning gultoji. Ayol bo'lmasa, jamiyatda juda ko'p bir rivojlanishlar, jamiyatda bir yangilanishlarni bo'lishi juda qiyin. Chunki ayol tarbiyachi. Ayol jamiyatni tarbiyalab beradi-da. Ayolni oiladagi, jamiyatdagi o'rni juda ham muhim. Ayniqsa oilalarda o'g'illarni o'g'il deb polvon qilib, qizlarni bir yaxshi, ma'rifatli qilib o'stirishda onalarimizni, ayollarimizni, buvilarimizni roli juda ham katta. Va shu ma'noda bugungi kunda ayollarga ko'rsatilayotgan e'tibor, hurmatli prezidentimiz tarafidan ayollarni ilmli, ma'rifatli bo'lishi uchun ko'rsatilayotgan e'tibor, jamiyatda ayolni o'zini o'rnini topishiga ko'rsatilayotgan ko'maklar juda muhim. E'tibor, e'zozlarning natijasida bugun jamiyatimizda shunday bir yetakchi ayollar paydo bo'ldiki, ular har taraflama yoshlarni, oilalarda farzandlarimizni ongiga, tafakkuriga ijobiy ta'sir ko'rsata olishyapti. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, taniqli shoira, Saodat jurnalining bosh muharriri Munavvara Usmonova ana shunday tafakkurli ayollarimizdan biridir. Munavvara opani bugun jamiyatda tutgan o'rniga juda ko'pchiligimiz havas qilamiz. Bu ayolni onasiga mehr muhabbatidan yuragini ko'ra oldim. Jigarlariga bo'lgan ilinchoqligi, ularga shoshishi, ularga mehrini ko'rsatishidan ko'nglidagi beg'uborlikni his qildim. Xodimlariga nisbatan doim nimadir ilinishi, yaxshi so'z aytishi, ko'nglimizga yaqin borishi, bizga nafaqat rahbar, bir opa sifatida, do'st sifatida, singil sifatida hammamizga o'ziga xos bir yaqindan, boshqacha bir yondasha olishidan bu ayolni qayta kashf qildim. Chunki men Boytatga ishga kelganimda Respublika Xotin-qizlar qo'mitasiga ishga keldim va faoliyatim davomida yillar davomida ayol rahbarlar bilan ko'p ishladim. Va ishlagan davrlarimdan, xulosalarimdan ko'rsam, ayol rahbarlar orasida ikki qanotida oila va ishda jamiyatni
teng tarozisida ko'tarib, mana shu yukni odilona, xolisona va chiroyli tarzda ko'tarib ketayotganiga har doim ham to'qnash kelmaymizda. Farzandimizni kasali bilan ham qayg'uradi. Uyimizni, ro'zg'orimizni kami bilan ham tashvish tortadi. Ishxonaga kelishimizdan qovog'imizga qarab, buni ko'nglida nima kechdi ekan, oilasida notinchlik bo'ldimi, hamma yo'qda qiziqadi-da, bizga yuragimizga kirib boradi va bugun ishxonada rahbar sifatida bilmaymiz, do'st sifatida bilamiz bu ayolni. Bir do'stona, opa-singildek, jigardek ishlashni ham o'ziga yarasha bir mazmun mohiyati bo'lar ekanki, buni mevalari, natijalari ishdagi yuksalishlar bilan baholanar ekan. Dadam bir kun meni Jahonota Uvaysiyni uy muzeylariga olib bordilar. Alohida tayyorgarlik ko'rdik. Onam chiroyli chit matodan ko'ylak lozim tikib berdi. Iroqi do'ppi olib keldi dadam bozordan. Marg'ilonga olib boraman men sizni deb urindilar. Va Marg'ilonga Hazrati Jahonota Uvaysiy momomizni uy muzeylariga olib bordi. Yodimda men 10 yosh bo'lsam kerakda o'sha paytda. Bir uzoq qarindoshlarim, bir jigarga o'shalari uy muzeyda yashar ekanlar. Xuddiki bir katta eski qadrdonini ko'rgandek dadamni quchoq ochib kutib oldilar. Keyin men o'yladim, dadam bu kishi bilan tanish bo'lgan ekanda oldin. Yo'q. U inson o'zi shunday ochiq ko'ngil, daryodil inson bo'lgan ekanlar. Dadam aytdiki, men shu qizimni niyat qilib olib keldim. Shoir bo'lishini xohlayman. Uvaysiy momomizni yo'llarini bersin. O'qiganman kitobda. Yo'llari oson kechmagan. Nodira begim, Jahonotin Uvaysiy, marhamatli Samarbonular, bularning yo'li oson yo'l bo'lmagan. Lekin yo'l chiroq bo'lay deyapman-da. Shu zulmat yo'limi, shu qiyinchilik, shu ozorlar yo'limi, shu bolamga yo'l chiroq bo'lay deb shu yerlarga yetalab keldim-da dedilar. Keyin momomiz yashagan uyda ichiga kichkinagina xonadon, uyda ichiga olib kirganlarida bir mixga ilib qo'yilibdi-da, chiroyli banoras beqasamdan tikilgan choponlari, shokila ipakli ro'mollari ilingan turibdi-da va uyda tancha qo'yib qo'yilgan. Keyin u kishidan ruxsat so'rab dadam, shu momomiz ro'molini qizimni boshiga bitta yopsam maylimi dedilar. Mayli. Endi sal g'ubor bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, sal qoqib siltib, keyin yopaylik boshlariga dedilar. Keyin meni boshimga soldilar. Keyin tanchalariga o'tirib, chiroyli duo qilgandan keyin otam sekin boshimdagi ro'molni yechib joyiga ilib qo'ymoqchi bo'lganda, shu zirekchamga ro'molni bir ipi ilashib qoldi-da. Qattiqroq tortib yordimmi, o'zim tortdimmi yodimda yo'q. Qulog'imdan biroz qon chiqdi. Keyin dadam o'sha qon ro'molga ozgina tegdi, artdik, surtdik, tozalab joyiga ilib qo'ydik. Shunda dadam aytdi-da, bolam, o'ynatib olib kelib, o'yiltirib qo'ydimmi deb ozor topyapti ko'nglim dedilar. Endi dadamning so'zlarini qarangki, demak otamni o'zida shoirlik bo'lgan ekan. So'zni tanlab gapirardilar, o'ylab gapirardi, hammamizga aytardi. Xalq manfaati degan gapni dadam juda ko'p ishlatardilar. Muqaddas bir mavzu bor. Bu vatan mavzusi. Bu mavzuda har kim o'zini tushunchasi, yondoshuvidan kelib chiqib qalam tebratadi. Munavvaraniki ham o'ziga xos. Munavvara vatanni yaxlit his qiladi. U faqatgina bir zamin nuqtai nazaridan vatanni tog'i toshlari, bog'roqlari, boyliklari borligi bilan emas, u eli bilan, yurti bilan, odamlari bilan bir butun bir his qiladi-da. Ana shu nuqtai nazardan bitta satrini keltirmoqchimanki, aka sizdan kelar otamning isi, aka sizdan kelar vatanning isi deydi-da. U akani qalbi, borlig'i, mehnati, amali vatan bilan uyg'unlashib ketganda, bu yurakka yana ham vatanni
yaqinlashtirib beradida. Munavvarani she'rlarida qadriyatlar qad ko'taradida. Ibolarni ko'rasiz, hayolarni ko'rasiz. Tansiq mehrni xilma-xil tovlanishlarini ko'rasiz. Bu ona bilan bog'liq, ota bilan bog'liq, aka bilan bog'liq, singil bilan bog'liq, opa singillar, vatan, el, yurt bilan, bola bilan bog'liq mehrni turli tovlanishlarini ko'rasizda. Lekin mana shu jarayonda xo'sh, bu mehrlarni qayerdan olgan? Buni manbai qayerda? Bu buloqlar qayerdan qaynab chiqyapti degan savolga ham Munavvarani she'rlarida yana javob borda. Aytadiki, bisotim ko'p mening otamdan qolgan bebaho boylikka ega bo'lganman deydi. Onalarimizdan qolayotgan bisot bu minglab ensiklopediyalarga sig'maydigan bisotlar. Ular qalbdan qalbga o'tadi, yurakdan yurakka o'tadi. Tomirdan tomirga o'tib, qondan qonga o'tib yashayotgan bisotlarda, demak shoirning vazifasi, shoirani vazifasi ularni ham yana elga, yangi avlodlarga tortiq qilib qalb dasturxoniga demak qo'yish ekanda. Orzularimizga, niyatlarimizga yetdik, faqat umr yo'ldoshimga aytardimki, ikkita qadriyatim bor. Birinchisi bolalarim yotgan beshik, ikkinchisi non yopadigan tandir. Iltimos dadasi, tandir qurib bering. Bir haftada bir marta non yoping, somsa yopaylik. Tandirga olov yoqqanda ayolni dardi ichidagi bir dardlari yuvilib, yonib ketadiganga o'xshaydi, yuziga qizil yuguradi deb iltimos qildim. Bir kun kelsam, semintirib, go'zal qilib tandir, o'choqlar qurib qo'yibdilar. Har yakshanba kuni bir tandir, bir savat non yopamiz. Munavvar opaning she'rlari, ijodini bugun juda ko'plab xalqaro maydonlarda ham e'tirof etishyapti. Bir kun degan bitiklari bor, ijtimoiy tarmoqlar orqali berib bordilar-da, u kitob holida nashr etildi va u Turkiyada juda katta bir xalqaro e'tirofga sazovor bo'ldi. Buni o'ziga xosligi nimada desangiz, shundayki, bir kunida Munavvar opa xalqimizni, milliy qadriyatlarimizni, milliy an'analarimizni, bir ichki kechinmalarimizni shunday chiroyli ta'riflab berdiki, o'zbek bo'lganingdan xursand bo'lasan-da, o'zbek bo'lganingdan suyunib ketasan. Shu Munavvar opaning bitiklarini o'qisang, u yerda onani qizga munosabati, singilni akaga, akani singilga munosabatlari chin o'zbekona bir sayqallangan qiyofada, sayqallangan bir chiroyli san'at bilan o'quvchilarga taqdim etilgan. Mana shu ma'noda Munavvar opaning mana shu yozuvlari, bitiklari jamiyatimizni, yoshlarimizni tarbiyasida juda muhim o'rin tutadi. Bu asarda faqatgina go'zal qadriyatlar bor-da. Bunday qaraganda oddiygina insonning hayotida uchraydigan voqealar, lekin xuddi shu narsalar o'qiganingda qalbingni tozartiradi. Nimaga men ham shunday bo'la olmayman? Nimaga men ham shunday bo'lishim mumkin-ku degan bir fikrlarni olib keladi odamning xayoliga. Turkiyaga borishadi, xo'jayini bilan, turmush o'rtog'i bilan Turkiyadan qaytib kelishyapti. Yo'lakdan kelayotgan paytida birdan narigi yo'lakda qo'lida bitta bolachani ko'tarib, bitta bolachani yetaklab ketayotgan bola chinqirib yig'lab qoladi. Kichkina bola. Haligi ayol o'zini har tomonga tashiydi. Boshqa millat uni orqan sakrab to'siqdan o'tib turib haligi ayolning oldiga boradi, borib turib tasodif emas, oldin ham bunaqa ishlarni qilgan, tutqanoq tutib qolgan kichkina bolani. Uni tilini tortib turib o'ziga keltiradi. Shu bu orada boshqa anaqalar ham keladi, 5-6 ta. Arab bo'ladi, arab tilida. Endi san qayerliksan, kimsan deb aytayapti. Munavvar unga tushuntira olmayapti. Na ingliz tilini bilaman deydi, na arab tilini bilaman deydi. O'zbekman, Buxoriyman, Samarqandman deb aytaman deydi, u ayol deydi bilmaydi deydi. Endi uni Samarqand, Buxoro deganda ham hamma bilavermaydi-ku, o'qimishli odamlar bilan. Bir mahal qarasam deydi, bayroqlar turgan ekan deydi. Qator deydi tizilish bayroqlar, o'shaning ichida biz O'zbekistonning ham bayrog'i bor ekan deydi. O'zbekistonning bayrog'ini ko'rsatdim deydi. Mana meni yurtimning bayrog'i deb deydi. Odam bu boshqacha bo'ladi baribir. Ayol borib turib bolalarni endi o'sha paytda yordamchilar keldi, u yoq bu yoqdan allaqachon.
bolalariga qarashyapti, boshqa qilyapti. O'sha borib turib ayol Munorxonga minnatdorchilik sifatida o'sha bayroqni o'pib qo'yibdi. Bu boshqacha bir kunning boshqacha bir variant. Buni o'qiganda odam befarq o'qolmaydi. Men o'zim necha marta ichiga kirib o'qigan bo'lsam, necha marta yozgan bo'lsam, yozdim 2-3 marta basara kitob haqida. Hamisha shu xalqqa mansubligimdan quvonib ketamanda, shu o'zimizni xalqimizda shunday go'zal qadriyatlar borligidan quvonib ketaman. Dunyo atrof iflosliklarga to'lib yotgan bir paytda odamlar bir-biri haqida ba'zi odamlar yomon gaplarni gapirib, faqat uning yomonini ko'rib turib, shuni tag'in uni ustiga achinib emas, bir nafrat bilan aytib yotgan bir zamonda, davrda mana shunaqangi qadriyatlarni mana unday qilib yarqiratib tepaga ko'tarib chiqish uchun faqat Munavvarxonning qalbidek qalb bo'lishi kerak. Odamlarni yaxshi ko'radigan, odamlarga mehr muhabbat to'la, ularga yaxshilik qilishni xohlaydigan Munavvarxonning qalbidek qalb bo'lishi kerak. Bekorga unga Munavvarxon deb ism qo'yishmagan. Munavvar Usmonova yozgan she'rlari taniqli san'atkorlarimiz tomonidan ijro qilinganda nogahon muxlislarimizdan shunday gaplarni eshitamiz. Voy, bu qo'shiq men uchun aytilgan. Voy, bu meni dardim, men ichimdagini topib yozibdi. Va qayta shu ijrolarni so'raganlarini biz guvohi bo'lganmiz. Bu ham bo'lsa, mana shu shoiramizning xalqchilligi, xalqni ichidagini, xalqni qalbidagini, xalqni qalbini quvonchini, baxtini yorita bera oladigan nozik dilli qalamkashlarimizdan. Kelsang qaymahal, ko'zim yo'lingga maqtal, qoshimga kelib har gal, ona men keldim degin, mana men keldim degin, yana men keldim degin. Yillar daryo bo'lib oqdi. Orzular esa hissiyotlar ummoniga, qat'iyat qoyalariga urilib, yanada teranlashdi. Tushlardagi o'sha jurnalist qiz bugun nafaqat so'z aytguvchi, balki millat ruhiyatini nazm iplari bilan to'quvchi mohir musavvirga aylandi. Uning qalbidagi shoiralik latofati jurnalistik jasorati bilan bo'ylashdi. Jurnalist bo'lishimni tushimda ham ko'rardim. Ko'zimni yumib o'zimni jurnalist bo'lib uyg'onishimni juda ham xohlardim. Qo'limga daftar ruchka ushlab, kimnidir hayotini, taqdirini, qismatini qoralashdi, buni elga suyunchilashdi, bir dardi, muammosi kechinmasi bo'lsa, qalban, ma'nan yordam berishni juda xohlardim. Bola qalbimda ham bor edi bu tuyg'u. Bugun qarabsizki, jurnalistman. Mana 9 yil, bu ham kichkina vaqt emas, 9 yildan beri mana shu Saodat jurnalida bosh muharrir lavozimida ishlayman. Bu yaxshilardan bizga qolgan meros. Juda katta mas'uliyati bor yelkamda. Orzularimga bir qadar yetkazgani shuda. Munavvara hayotni juda ko'p chig'iriqlaridan o'tdi. Past balandliklaridan o'tdi. El yurtga xizmat qildi. Jamoat ishlarida nihoyatda faol bo'lib o'tdi. Munavvarani Saodat jurnalida ishlashini o'zida ham bir hikmat bor-da. Munavvara Saodatga o'tgandan keyin u yana ham bir katta qalbga aylandi. Chunki aylanishga majbur. Chunki Saodat degan jurnal bizni ma'naviy, adabiy, ruhiy, vataniy nuqtai nazardan ham talqin qiladigan bo'lsak, uni hayotimizda juda katta o'rni bor. Va bu jurnalga butun o'zbek ayollarini, O'zbekiston ayollarini qalbi tutashdi. Hammasini mehr chizig'i ham, qayg'u chizig'i ham, orzu chizig'i ham hammasi mana shu chizig'idan o'tadi. Demak, bunday joyda ishlash uchun tasavvur qiling, qanday bir qalb kerak. Va mana bugun o'sha qalbni mana shu jarayonga qanchalik yarashib turganligini biz ko'ryapmiz. Jurnal yana
o'zini bir oftob yangilik avvalgi tarovatini jamiyatga yana qalblarga namoyon qilib boryapti-da. Jamiyatimiz eng faol ayoli sifatida Munavvar opani ma'rifat targ'iboti guruhlarida ko'ramiz. Viloyatlardagi uchrashuvlarda, chiqishlarida, xalqimiz ichiga kirib borishida, har bitta so'zlari bilan odamlarning qalbidan yo'l topa oladilar va bugun mamlakatimizdagi yangilanishlar, islohotlar, ayolga, onaga bo'layotgan, yoshlarning tarbiyasiga bo'layotgan e'tiborlarni odamlarimizga juda chiroyli qilib yetkazib bera oladilar. Munavvar opa ishga kelgan paytlarida 18-yillarda Saodat jurnalini tirajlari juda kam edi. Mamlakatimizda hamma Saodatni yaxshi ko'radi-ku. Hatto yosh ulug'larimiz ham Saodat bilan ulg'aygan, o'zimiz ham Saodat jurnali bilan ulg'ayganmiz-da. Mana shu mehr bilan hamma Saodatni o'sha kunlardagi holatiga qandaydir achinib, endi Saodat holati nima bo'lar ekan, taqdiri nima bo'lar ekan degan paytlarda Munavvar opa Saodat jurnaliga bosh muharrir bo'lib keldilar. Va opa shunday harakat qildilarki, bugun Saodat jurnalini tirajlari ko'paygan. Jurnalni nafaqat jurnal varianti, uni ijtimoiy tarmoqlardagi saytlari, Telegram kanallardagi bir chiqishlari, bularning hammasi Saodat jurnali yana qaytib odamlarimiz orasiga kirib bordi. Mana yaqinda jurnalimiz 100 yilligini nishonladik. Xuddi shunday har safar Saodat jurnaliga, tahririyatga talpinib boramiz. Bu o'sha jurnalni an'analarini, o'sha Zulfiya opa davrlaridan, undan keyin Halima opada, Oydin Sobirovalar davridan kelayotgan an'analari bor. Buni Zulfiya opa davom ettirdilar. Atroflariga juda ko'p jamiyatda eng ijodkor, faol ayollarni yig'dilar. Saodat bir ma'rifat manziliga aylandi-da. Mana shu narsa oxirgi yillarda sal kamaygandek ko'ringan edi, lekin Munavvar opa jurnalga tahririyatga bosh muharrir bo'lganlaridan keyin bugun yana ularning atrofida ma'rifatli ayollar, ma'rifatli qizlar shunaqa bir shakllandiki, Saodat yana o'zini oldingi o'sha ma'rifat manzili maqomini qaytarib oldi. Meni mehribon jamoam bor. Bu jamoaning ichida ustozlarim bor. Menga badiiy publisistika qanday bo'ladi, ocherk nima, badiiy essay nima o'rgatgan, yo'l yo'riq ko'rsatgan Qutlibek Rahimboyevadek, Mahsuma Ergashevadek ustozlarim bor. Saodat jurnalini 100 yilligini birgalikda o'tkazdik va muhtasham bir kitob nashr qilindi, Saodat ayollar ovozi. Maxsus sonlarimiz chiqdi. Buni orasida parda ortidagi mehnatlar, ba'zan opa kech qolyapti, nega kelmayapti deymiz. Shanba, yakshanba kunlari ishladik. Qorbobodek sovg'a salomlar bilan keladi. Charchab qolmayapsizlarmi? Men bugun tushlikka kelinimga manti qildirib kelyapman sizlarga. Men sizlarga bugun manaqa olib keldim. Qizlar, endi sal o'zimizni chalg'itaylik. Mana rahbarning odilona harakati, odilona mehri va aynan mana shuni natijasida bugun Saodat jurnali qaysidir ma'noda biroz mudrab qolgan paytdan chuchmomadek, boychechakdek qayta bosh ko'taryapti-da bugun. Shularni o'ylasam, men aytaman, rahbar o'z joyida xolis bo'lganda mana shunday yutuqlar sarbaland bo'lar ekan hammamiz uchun ham. Ijod ham qolib ketmasin o'rtada deydi. Ish bo'ladi, davom etyapti, jurnal chiqyapti oylik bir marta. Lekin ora-orada nimadir yozishga ham imkon qiling. Qalam bormi? To'xtab qolmasin, sovib qolmasin, yozinglar deydi yozadigan ijodkorlarga. Bo'lib turadi ishda. Nimanidir xato qilib qo'yamiz, topshirilgan vazifa bo'lmay qoladi. O'sha paytda lovullab yonib ketadi. Bo'ladi hamma rahbarda ham yoz arizangda deganga. Oldinlari jim o'tirardik-da, birinchi endi rahbar arizangda yoz dedi. Yoz degandan keyin endi yozish kerak degan nima bo'lardi. Keyin bir kuni chaqirib turib mendan xafa bo'ldi. Opa, yoshingiz hammadan katta. Shu ayol masalan men arizangda yoz dedim. Shuncha yil ishlagan shu ayol shu yerda. Bir himoya qilmaysizlarmi sizlar hamkasblaringni? O'rinlaringdan turib nima jim o'tiraverasizlar hammalaring. Shuncha yil birga ishlagansizlar. Kechiring, mayli bir marta, yana bir marta imkon bering desiz bo'lmaydimi desalaring. Masalan siz yoshingiz katta, o'rningizdan turib shu gapni aytasiz, bo'lmaydimi deb turib deganda bir marta urushgan shunaqa. Shundan keyin endi mana bir-birimizni himoya qilishdi. Keyinchalik shu xatoni takrorlamaslikka ishonchimiz komil bo'lsa, himoya qilishdi, kechirim so'rab oldiga kirishdi, yetaklab kirib, shunaqalarni o'rgandi. Mana bu insoniy fazilatlari.
Munavvar opa bilan suhbatlashib o'tirgan paytlarimizda opa oilalari haqida, farzandlari haqida bir chiroyli, juda chiroyli gapiradilar-da. O'g'il qizlarni voyaga yetkazdilar, qizlarni uzatib joy-joyiga qo'ydilar. O'g'illar mana jamiyatimiz uchun bir el yurtgoriga kamarbasta yigitlar bo'lib voyaga yetishdi. Bu ham bir onani jamiyat oldidagi burchini Munavvar opa juda chiroyli bajardilar. Masalan, bir ayol jamiyatda bir ona sifatida yuzaga chiqishi kerak bo'lsa, Munavvar opa farzandlari orqali bu vazifani bajarganlar deb o'ylayman. Qo'shnisini tomiga chiqib yashirinib kitob o'qiydigan Munavvarxon, daraxtni eng uchiga chiqib meva terib tushib onasiga murabbo qilishib beradigan qizaloqni bugun 10 ta nabirasi bor. Bugun buvi bo'ldik, baxtli buvi bo'ldik. Allohga shukr. Onam nafaqat ishda, balki uyda ham juda kuchli ayollar. Onamni ko'rsam qanaqadir ilhom bag'ishlaydigan ayolni ko'rgandek bo'laman. Avvalo onamni shunaqa katta-katta yutuqlarga erishishlarida, shunaqa ijodkor bo'lishlarida otamni yelkalari hamisha yonlaridaligi biz uchun katta maktab bo'lib kelyapti. Onamdan ko'p narsani o'rganyapman. Bekorga mana izlaridan jurnalistikani tanlab ketmadim. Doim yonlaridaman, birga shu sohadaman. Chunki onamdan kuchli rahbar, kuchli ayol, kuchli ona rolini o'rganib kelyapman. Menga katta saboq bo'lyapti. Onam haqida soatlab gapirsam arziydi. So'z topolmayman ba'zida. Bunaqa sohani tanlashimda onamni ustozligi katta qo'l kelgan. Bugungi saodatning eng yuksak cho'qqisi bu nafaqat unvonlar, nafaqat shuhrat, balki bu ustoz degan muqaddas nomning shogirdlar qalbidagi taxtidir. Munavvar opa bugun shunday bir bog' yaratdiki, undagi har bir nihol ustozning mehridan suv ichgan, uning nafasidan bahra olgan bir ijod daraxtidir. Qalbimizda eng mujassamlaygan ilm chashmasini sug'organ ustoz bo'ladi, tafakkurimizni boyitgan ustoz bo'ladi. Mana shunday ustozlardan biri o'zbek ayoli Munavvar Usmonovadir. Biz shogirdlar yonlariga borganimizda ustozim kitob daftarlariga ko'milib, ijod izlanishdan to'xtamasdan xalq dardida kuyinib ishlayotgan bo'ladilar. Bilasizmi, ustozim har bir yaxshilik va yomonlikdan ham ezgulik qidiradigan, hatto o'z ijodlarida ezgulik urug'ini sochadigan, har bir so'zlaridan ziyo taralib turgan insonni qanday yaxshi ko'rmay bo'ladi. Ustozimni ilk bor 2016-yili Qashqadaryoda bo'lib o'tgan tadbirda ko'rganman. Insonlar bilan samimiy suhbatlari, ijodlari yuragimda muhrlangan. Va shunda niyat qilganman. Qani shu inson meni ustozim bo'lsalar deb chin dilimdan, va niyatlar albatta ijobat bo'ladi, ezgu niyatlar. Bilasizmi, ustozimda o'zbek ayoli gavdalangan va menga albatta doim ibrat maktabi bo'lib keladi har bir o'gitlari. O'zim tarjimon bo'lganligim bois ustozimning ba'zi bir kitoblarini tarjima qilishga muyassar bo'lganman. Har bir ijodlarida vatan nafasi ufurib turadi. O'zbek ayollariga xos ibo, hayot bor va qolaversa, hatto chumolining ham ini buzilmasligini chin dildan xohlab, hech bir narsaga ozor bermasdan qanday oqilaliklari har bir ijodlarida ko'rinib turadi. Baxt deganda biz hammamiz har xil talqin qilamiz. Bu baxt nima? Kimdir baxt menga boylik yoki baxt menga mansab deydi. Yoki mulk. Meni nazarimda Munavvar Usmonovaning baxti oila tinchligi, oila mukammalligi. Baxtni hamma har xil qabul qiladi. Har bitta yozilgan asar, har bitta yozilgan she'r ham bu ular uchun bir farzandlik. Farzandlarni qanday ko'z qorachig'idek asrasa, yozgan she'rlarini, yozgan asarlarini ko'z qorachig'idek asraydi. Vatan tuyg'usi, atrof muhitga bo'lgan qarashlari va tabiatga bo'lgan mehri, muhabbati she'rlarda aks etgan. Diyonatni, muhabbatni, mehr-oqibatni, qadriyatlarni kuylaydigan shoir edi. Bu bejiz emas. Haqiqatdan o'zining ishiga, o'zining kasbiga bo'lgan
fidoyiligi mana shunday insonlardan yaxshi fikrlarni eshitishi. Men ijodkorimizga kelajakda bundanda go'zal she'rlarni, bundanda go'zal satrlarni yozib tinglovchilarimizga taqdim etishlarida kuch-quvvat tilayman, sabr qanoat tilayman, sog'lik salomatlik tilayman. Munavvara bir she'rida aytadiki, bisotim yo'q so'zimdan bo'lak, bisotim yo'q so'zimdan bo'lak, topgan o'g'il qizimdan bo'lak. Taqdirimda borini ko'rdim, do'st topmadim o'zimdan bo'lak. Jonim ichra yashagan shu el, vatan uchun yashashim kerak deydi-da. Vatan uchun yashayotgan, millat uchun yashayotgan, el uchun qalbini poyandoz qilib kelayotgan shoiramizga saodatli hayoti, munavvar kunlari hamisha bardavom bo'lishini chin dildan tilab qolamiz. Jamiyatimizda Munavvar opa kabi yetakchi ayollar juda ko'p bo'lsin. Aynan prezidentimizni bugungi istaklari ham xuddi shunday. Ayollarimiz yetakchi bo'lsa, ayollarimiz lider bo'lsa, oilalarimizda ayollarimizni o'zini o'rni bo'lsa, jamiyatda ham ayollarning o'rni shakllanadi va mana shu o'rni bilan o'zbek ayoli degan bir so'z dunyoga o'zini ovozi bilan chiqadi. Mana shu ovozni bugun Munavvar opa, mana shu vazifani bugun Munavvar opa juda chiroyli ado etyaptilar va Munavvar opa kabi ijodkorlar, Munavvar opa kabi jurnalistlarimiz, yetakchi ayollarimiz ko'p bo'lsin. Bu zahmatlarda orasida bo'lsam ham otamni orzusi shoir bo'ldim. Katta shoirmi, kichikmi, yaxshimi, yomonmi buni xalq biladi, bu bahoni el beradi. Lekin bugun she'rlarim qo'shiq bo'lib elda orasida, gazetalarda maqolalarim e'lon qilinyapti. Shogirdlarim bor, eshik taqillatib kun ora bir shogirdim kirib keladi. Ustoz, men mana shuni yozgandim, bir ko'rib berasizmi deb. Nabiralarim atrofimda. Endi bu kunlarga faqat shukr qilaman. Orzularimga yetdim emas, hali orzularning ketidan niyatlarga yetish, mana shu niyatlar yo'lida kamarbastamiz. Vatan uchun, el uchun, adabiyot uchun bir qarolmiz, bir xizmatchimiz va bu xizmatlarimiz bardavom bo'lsa iloyim. Munavvara opaning hayot yo'li bir insonning kechmishi emas. Bu otaning qalb qa'ridan chiqqan, samoviy eshiklarini ochgan muqaddas duolarining tirik ijobatidir. Bu shoiralikning nafis parvozi, jurnalistlikning o'tkir nigohi va insoniylikning cheksiz mehri birlashib, butun bir zamonga yog'du sochgan so'nmas mash'aldir. Uning qalamidan to'kilgan har bir so'z, qalbidan toshgan har bir satr dillarga malham, fikrlarga yo'l bo'ldi. Dunyoni so'zning sehri, mehrining ifori va ilmning nuri asrasin. Har bir dil munavvar, har bir yo'l yorug' bo'lsin.